Assalomu alaykum do'stlar. Bizda 30-savol tahlili. Chaqaloqda hech qanday sezilarli muammo bo'lmagan, lekin 3 oylikka kelib sianotik holat kuzatilgan va keyinroq miokard infarkt kuzatilibdi bolada. Avtopsiyada chap asosiy koronar arteriyani aortadan emas, balki o'pka arteriyasidan chiqqanligi ma'lum bo'libdi va 3 oylikgacha simptomsiz holatda bo'lishiga eng mos keluvchi sabab nimada deyilyapti do'stlar. Demak, 3 oylikgacha hech qanday simptom bermagan, birinchi sianotik holat kuzatilgan va undan so'ng miokard infarkt kuzatilgan. Avtopsiyada qilinish natijasida bu chap asosiy koronar aortadan emas, balki o'pka arteriyasidan chiqayotganligi ma'lum bo'lgan, ya'ni qonning. Buning asosiy sababi nimada deyilyapti. Birinchidan, chaqaloqlik davri, ya'ni 0 tug'ilgandan tortib 2 oylikgacha bo'lgan davrda qon oqimi va bosim bunda yuqori bo'ladi, ya'ni o'pka arteriyasining bosimi yuqori bo'ladi. Go'daklik payti, ya'ni 3 oy plus, ya'ni 3 oydan boshlangan davr. Birinchisi qon oqimi va bosim, ya'ni o'pka arteriyadagi bosim o'z aslida pasaygan bo'ladi. Koronar oqim bo'lsa kuchaygan bo'ladi. Endi bosim go'dakning glikogen va energiyasi glikogen bo'layotgan paytda to'xtalyapmiz. Bunda mitoxondriyada va energiyada bo'ladi. Glikogen bu yerda yuqoriroq bo'ladi miqdori va o'pka arteriyalarida bosim pasaygan, koronar oqim terisi ketishi va kislorod yetishmovchiligi kuzatilayotgan holat bo'ladi. Endi umumiy javob qiladigan bo'lsak, bunda o'pka arteriyasidagi bosimning pasayishi bu chaqaloqlikda bosimning yuqori bo'lganligi oqibatida va LSPA orqali miokardga yetarli kislorod yetib boradi, ya'ni miokard uchun kislorodning miqdori pasaygan, kislorod yetishmovchiligi bo'lyapti va go'daklikda taxmin 3 oylikda bosimning pasayishi va koronar oqimning pasayishi, koronar oqimning ko'tarilishi, go'daklikdagi bosimning bo'lsa pasayishi bo'ladi. Miokard infarkt va sianozim kelib chiqishi mumkin bularning oqibatida.